Do'stlar, siz bilan tezkor film. Bugun sizga Ko'p oyoqli odam nomli kino haqida qisqacha izoh beramiz. Doktor Hayter shahar chetidagi avtomagistral yo'lda qo'lidagi 3 ta it bir-biriga ketma-ket. Yuz qismi boshqasining orqa dum qismiga yopishtirilgan aks ettirilgan rasmga qarab o'tiribdi. Shu vaqtda uning mashinasi orqasidan katta yuk mashinasi kelib to'xtaydi va uning og'ir, vaznli semiz haydovchisi yo'l chetidagi daraxtzor ichiga kirib hojatini bajarmoqchi bo'ladi. Yuk mashina haydovchisini ko'rgan doktor Hayter o'z maqsadini amalga oshirish uchun miltig'ini olib, yuk mashina haydovchisi tomon yo'l oladi. Jenny va Lindsay Amerikadan Germaniyaga sayohat qilish uchun kelgan turistlar bo'lib, ular mehmonxonaga joylashadilar. Lindsay telefon orqali dugonasiga yangi tanishgan ofitsiant yigit haqida va ofitsiant yigit Jenny va o'zini kechga bazmga taklif qilganini va bazmga ketishga tayyorgarlik ko'rayotganligini aytadi. Ikki turist dugonalar kechki bazm uchun yo'lga chiqishadi. Kutilmaganda ularning mashinasida texnik nosozlik kelib chiqadi va mashina g'ildiraklari ham teshilib qoladi. Ular shahar chetidagi kimsasiz yo'lda kechqurun o'zlari qolib ketishadi. Yordam so'rash uchun telefondan signal chiqmaydi. Shu payt ularning yoniga nemis bir kishi keladi va nemis tilida yordam so'ragan qizlarga yordam berish evaziga qizlarning nomusiga tegishini aytadi. Bu kelishuvga qizlar rozi bo'lmaydi va rad javobini berishadi va qizlar darhol qo'rquvga tushadi. Qorong'ida yolg'iz qolib ketgan qizlar yordam qidirib o'rmon bo'ylab yurishadi. O'rmon ichidagi uyga ko'zlari tushadi va darhol uy tomon borishadi. Yomg'irda shalabbo va sovuq qotgan qizlar uy hovlisi tomon yaqinlashganida, u yerda qabr va uning ustiga "Mening sevimli 3 itim" deb yozib qo'yilgan yozuvga ko'zlari tushadi. So'ngra uy eshigini taqillatishadi. Uy egasi doktor Hayter eshikni ochadi va qizlarga uzoq qarab turadi. Qizlar yordam so'rab iltimos qilganlaridan so'ng ularni ichkariga taklif qiladi. Uy ichkarisidagi g'alati va qo'rqinchli rasmlarni ko'rib, qizlarda qo'rqinch paydo bo'ladi. Qizlarni mehmonxonaga olib kirgan doktor ularga yordam berish va evakuatorni chaqirib, yordam bermoqchi ekanligini aytadi. Qizlarga ichish uchun suv taklif qiladi va suv ichiga uxlatuvchi dori solib beradi. So'ngra qizlarni uyquga ketishini kutadi. Jenny suvni ichishni boshlaydi, ammo qizlarni xushlamagan va devordagi qo'rqinchli rasmlardan vahimaga tushgan Lindsay qo'li qaltirab suvni to'kib yuboradi. Bu holatdan doktorning jahli chiqadi va qizlarga joyidan qimirlamay turishini va to'kilgan suvni tozalab olish uchun sochiq olib kelishini aytadi. Yerto'laga tushgan doktor qizlarni uxlatuvchi doridan ukol tayyorlaydi va xonaga qaytib boradi. Hushini yo'qotgan Jennyni ko'rgan Lindsay dugonasini uyg'otish uchun harakat qilgan payti doktor Hayter unga ukol sanchadi va uni ham hushsiz ahvolga keltiradi. Tun nihoyasiga yetdi. Doktor qizlarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini yo'q qiladi. Uyquga ketgan qizlar ertalab qorong'u yerto'lada koykalarga bog'langan holatda uyg'onishadi. Xona tibbiyot anjomlari bilan to'la edi va bu xonada kino boshidagi yuk mashina haydovchisi ham bog'liq holda yotardi. Qizlarning baland ovozda baqirishini eshitgan doktor yerto'laga tushadi va ularga e'tibor bermagan holda yuk mashina haydovchisi bo'lgan semiz erkakning yoniga yaqinlashadi va unga o'zining rejalariga to'g'ri kelmasligini aytib, unga o'ldiruvchi ukol qiladi va haydovchi jon beradi. Haydovchining o'rnini bosish uchun uning o'rniga doktor boshqa bir yaponiyalik Katsuro ismli erkakni olib keladi. Uni ham koykaga bog'lab qo'yganidan so'ng doktor ularga o'zini xirurg ekanligini, ilgari Siam egizaklarini bir-biridan ajratish bilan shug'ullangani va nafaqaga chiqqanidan so'ng zerikkanligini va oldin qilgan ishini teskarisini, ya'ni inson tanasini birlashtirish ustida eksperiment olib bormoqchiligini aytadi. Doktor birinchi eksperimentini itlar ustida olib borganini va endi bu eksperimentini insonlar ustida sinab ko'rmoqchi ekanligini aytadi. Hayter ko'p oyoqli odam loyihasini bog'liq holda yotganlarga tushuntirishni boshlaydi. Doktor eksperimenti davomida insonlarni bir-biriga o'zaro bog'lash, ya'ni birining orqa qismiga ikkinchisini og'iz qismini biriktirishni hamda ovqat hazm qilish tizimini ham umumiylashtirishni va ularni o'rnidan tura olmasligi va qulay harakatlanishlari uchun oyoq, tizza suyaklarini ham o'zgartirish orqali ko'p oyoqli odam yaratmoqchi ekanligini tushuntirib o'tadi. Operatsiyani boshlashdan oldin doktor ularga narkoz berishni boshlaydi. Birinchi bo'lib yaponiyalik Katsuroni uxlatadi va keyin Jennyni ham ukol orqali uxlatayotgan payti Lindsay qo'llarini yechib qochishga tushadi. Lekin qo'lidagi vena tomiriga ulangan ignani qochish paytida noqulay tarzda chiqarib yuboradi. Vena qon tomiridan ko'p miqdorda qon oqishni boshlaydi. Doktor asabiylashadi va Lindsayni ta'qib qilishga kirishadi. Doktordan qochayotgan Lindsay chiqish eshiklari qulf bo'lganligi sababli xonalardan biriga kirib eshikni qulflab oladi. Doktor eshikni
ochishini aytadi va qizni turli xil qo'rqitish yo'llari orqali tahdid qilib, eshikni ochishni buyuradi. Qiz rozi bo'lmagach, doktor jim bo'lib, eshik oldidan ketadi. Bu vaqtdan foydalanib, Linzi xonadagi oyna orqali qochmoqchi bo'ladi. Oynani sindirish uchun oynaga yaqinlashganida, oyna tashqarisida qo'lida miltiq ushlab turgan aqldan ozgan doktorni ko'rib, qo'rquvdan baqirib yuboradi. Linzi yana qochishga tushadi va o'zini basseynga uloqtiradi. Basseyndan chiqishni istamagan Linziga doktor miltiq o'qtaladi va suvdan chiqishini aytadi. Suvdan chiqmasa, ko'p oyoqli odam loyihasida o'rtadan joy olishiga va bu o'rtadagi joy eng og'riqli joy bo'lishini aytib o'tadi. Bu gaplardan so'ng Linzi o'limini afzal ko'radi va nima bo'lganda ham suvdan chiqmasligini aytadi. Doktor basseyn ustuni plastmas ustun bilan yopishni boshlaydi va deyarli yopilishi tugagan payti elektr o'chganligi sababli oxirigacha yopilmaydi va doktor basseynni tark etadi. Keyinchalik Linzi suvdan chiqadi va qochmoqchi bo'ladi, ammo dugonasi Jennini tashlab keta olmaydi va yerto'laga hushsiz yotgan dugonasini qutqargani tushadi. Hushsiz yotgan dugonasini tashqariga amallab olib chiqadi va uydan chiqib ketayotgan paytida hovlida doktor ularni tutib oladi va miltiq orqali uxlatuvchi o'q otib, Linzini qo'lga oladi. 3 ta asir ham to'liq qo'lga olingach, doktor ko'p oyoqli odam eksperimentiga kirishadi va operatsiyani boshlaydi. Loyiha bo'yicha doktor yaponiyalik Katsurini bosh qism, ya'ni birinchi o'ringa, Linzini ikkinchi o'ringa, ya'ni og'riqli qismga va Jennini dum qismiga, ya'ni eng oxirgi, uchinchi o'ringa joylashtiradi. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlanadi. Operatsiyadan so'ng barchasi bir tana bo'lib uyg'onishadi. Doktor omadli operatsiyadan so'ng xursand bo'ladi va ularni rasmga oladi. Doktor ularni it ko'rinishida yashab ketishi uchun shug'ullantira boshlaydi. Ularga itning idishida ovqat beradi va it bajaradigan mashg'ulotlarni bajartirishga majburlaydi. Yomon sanitarik sharoitlardan so'ng eksperimentning dum qismi, ya'ni Jennining organizmi zaiflasha boshlaydi va doktor buni aniqlagach, Jennini tuzatib bo'lmasligini va uning o'rniga yangi nomzod topishini maqsad qiladi. Doktorning uyi eshigi jiringlaydi va uyga militsiya xodimlari kelishadi. Domofon orqali doktor militsiya xodimlari bilan gaplashayotgan payti Katsuri yordam so'rab baqiradi, lekin uni militsiya eshitmaydi. Doktor tezda yuqoriga chiqadi va hamma joyini to'g'irlab eshikni ochadi. Militsiya xodimlari ichkariga kirishadi va doktorning uyi yaqinida turgan mashinaning egalari yo'qolgani va ularni qidirish maqsadida uyga kelishganini aytadi. Doktor uydan kam chiqishini va o'zining tadqiqotlari bilan band ekanligini aytib, yo'qolgan turistlarni ko'rmaganligini aytadi. Doktor ularga ichish uchun suv taklif qiladi va oshxonaga kirib suvlarga uxlatadigan tabletka qo'shib olib chiqadi. Yerto'lada yordam so'rab baqirayotgan asirlarni ular eshitishmaydi. Militsiya xodimlari uni turli xil savolga tutib, uy xonalarini tintib chiqmoqchi bo'lishadi. Chunki ular doktorni yo'qolgan yuk mashinasi haydovchisini oldida mashinasini ko'rganlar bo'lganligi uchun shubhalari ortadi. Doktor militsiya xodimlariga tezroq suvlarini ichishini va ulardan birini o'zining eksperimenti uchun dum qismiga joylashtirmoqchi bo'ladi. Militsiya xodimlaridan biri suvni ichadi, lekin yana biri doktor bilan tortishib qolib, suvni to'kib yuboradi. Va doktor suvni tozalab olish uchun sochiq olib ketgani ketadi. U yerto'laga tushib, ahvoli og'irlashgan eksperimentning dum qismidagi Jenniga uning o'rniga boshqa nomzod topganligini aytib, yuqoriga uxlatuvchi dori ukol bilan chiqadi. Qo'lida sochiq va ukol bilan chiqqan doktorning qo'lidan ukol bexosdan tushib ketadi va buni ko'rib qolgan militsiya xodimlariga doktor o'zi bilan insulin olib yurishini, chunki unda diabet borligini aytadi. Militsiya xodimlarida shubha paydo bo'ladi va uyni tintuv qilish uchun order olib kelish uchun vaqtinchalik chiqib ketishadi. Bu orada doktor ko'p oyoqli mavjudotni tekshirish uchun yerto'laga tushadi, ammo ular u yerda bo'lishmaydi. Doktor ularni qidirib keyingi xonaga o'tganida, doktorga uning ko'p oyoqli mavjudoti hujum qiladi va uning oyog'iga skalpel tiqishadi. Va bo'ynidan tishlab unga jarohat yetkazadi va yuqoriga qochishga harakat qilishadi. Doktor og'ir jarohatlangan holda yotadi va qiyinchilik bilan o'rnidan qimirlab, ko'p oyoqli mavjudotni ta'qib qilishga tushadi. Qochishga tushgan ko'p oyoqli mavjudot katta qiyinchilik bilan oynasi singan derazalarning biridan qochmoqchi bo'ladi. Lekin oyna allaqachon ustalar tomonidan qayta yangisiga o'rnatilgan edi. Oynani qayta sindirishga uringan Katsuri orqasidan ta'qib qilib kelgan doktorni ko'rib, qochishning iloji yo'qligini his qilib, singan oyna bo'lagi bilan o'z bo'ynini kesib, o'z joniga qasd qiladi. Shu vaqtda eshik jiringlab, militsiya xodimlari uyni to'liq tintuv qilish huquqi bilan qaytib
kelishadi. Order bilan kelishganidan so'ng eshikni hech kim ochmaydi va shu orada doktor basseyn joylashgan xonaga yashinishga urinadi. Ichkariga bostirib kirgan militsiya xodimlari chalajon holatda ko'p oyoqli odam mavjudotini ko'rib hayron qoladi va doktorni qidirishga tushadi. Militsiya xodimlarining biri doktor bergan suvni ichib hushini yo'qotadi va uni doktor darhol o'ldiradi. Ikkinchi militsiya xodimi o'q ovozini eshitib basseyn yoniga boradi va doktor hamda militsiya xodimi bir-biriga o'q uzishadi va ikkalasi ham vafot etadi. Ko'p oyoqli odam mavjudotning bosh qismidan o'rin olgan Katsura o'z joniga qasd qilgach